Uzun yillardan buyon Xitoy doiralari har xil vositalarni ishlatib, Sharq Turkiston xalqini milliy biriktirish va birlashtirish nomida assimilyatsiya qilishga urinib keldi. Bu vositalardan biri bo'lsa, Xitoylar bilan Sharq Turkistondagi Uyg'urlar va boshqa turk xalqlari o'rtasidagi to'yni umumlashtirishga urinish. Xitoyning ijtimoiy aloqa suplarida ham bahirlangan sinlarda Xitoy bilan Uyg'urlar o'rtasidagi to'yga naqd pul, uy, yer va ishga o'rinlash yordami bilan ta'minlaydigan uchurlar bor. Yaqinda doyinga yo'llangan bir senda bir Xitoy mundaq deydi. Agar Xitoylar Uyg'urlar bilan to'y qilsa, davlat ilhom va madad beradi. Har yili mukofotlaydi. Bolalarning o'qishida va uy setib olishda imtiyoz bilan ta'minlaydi. Mukofot xili yuqori deyiladi. Xitoy o'lkalariga erlar tezroq kelinglar. Yegilinishcha 2023 yilning 5-dan boshlab Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonning qo'rg'os chegara eg'izidan o'tadigan Xitoy Yevropa yuk poyezdi mulozimati oldingi yilning o'xshash mezgiliga selishtirganda 2,11% eshib 531 ga yetgan. Xitoy Xalqaro radiosining xabariga qaraganda 27 yanvargacha qo'rg'os orqali o'xshamagan davlatlarga avatilgan yukning miqdori 697,200 tonna bo'lib, oldingi yilning o'xshash mezgiliga selishtirganda 18,93% oshgan. Amerika taratqullarining xabar qilishicha, Amerika havo armiya yo'tkilishchan qismining qo'mondoni Michael Minahan qo'li ostidagilarga yo'l yo'riq berib, 2 yil ichida Amerika bilan Xitoy o'rtasida harbiy to'qinish yuz berishi mumkinligini, bu sababli aloqador tayyorlik xizmatlarini tezlatish kerakligini uqtirgan. Michael Minahan bu haqda to'xtalib, "Men xatolashgan bo'lsam-kan deyman, ammo 2025-yili urushadiganligimizni his qilyapman" degan va 2024-yili o'tkaziladigan Tayvandagi prezidentlik saylamining Xitoyga bahona bo'lib berdiganligini, Amerikaning bo'lsa 2024-yildagi prezidentlik saylami sababli diqqati chechildiganligini, buningmi o'xshashlar Xitoyga nisbatan harakat qo'zg'ash fursati yaratadiganligini ta'kidlagan. Qirg'iziston bilan O'zbekiston umumyuzlik strategik sheriklik munosabati o'rnatdi. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ziyoratga kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan Bishkekda uchrashib, umumyuzlik strategik sheriklik munosabati o'rnatish to'g'risidagi xitobnomani imzoladi. Ikki davlat prezidentlari yana Qirg'iziston, O'zbekiston ikki davlat orasidagi chegarani bekitish xizmatining o'ngishli tamomlanganligini jakoladi. Sadir Japarov yig'inda qilgan so'zida buning bir tarixiy payt ekanligini aytdi. Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partiyasining bir qism parlament a'zolari Amerika bilan Tayvanning diplomatik munosabatini asliga keltirish haqida qonun loyihasi sundi. Amerika ovozining xabarida bildirishicha, Amerika Avom palatasidagi 20 nachaga yaqin Cumhuriyetçiler Partiya a'zosi Amerika prezidentini Tayvan bilan diplomatik munosabatni asliga keltirish, vaqti o'tgan atalmish bir Xitoy siyosatini oxirlashtirishga chaqirgan qonun loyihasini o'ttirg'a qo'ygan. Mazkur loyihani Cumhuriyetçiler Partiyasining Avom palata a'zosi Tom Nipani va Pensilvaniya shtatidagi Cumhuriyetçiler Partiyasining vakili Scott Perry qatorliqlar 25-yanvar o'ttirg'a qo'ygan. Amerika, Yaponiya va Gollandiya bilan Xitoyning o'zak sanoatiga qarshi turish haqida kelishim tuzdi. Bloomberg agentligining xabariga asoslanganda, Amerika, Gollandiya va Yaponiya bilan bir qism ilg'or o'zak ishlab chiqarish mashinalarining eksportini cheklashga qo'shildi. Shundaqla bu kelishim bilan tammojni kontrolligini texmi oshirish uchun kelishimni uzartishga bo'ladiganligi bildirildi. Aqsaray bayonotchisi John Kirby bu kelishim yangidan gullanayotgan texnikalarni qo'g'dashda muhim dedi.